Diqqat! O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. Afg'onistonda sodir bo'lgan kuchli 6 ballik zilzila kuchi afsuski O'zbekistonning ham 10 ta hududida sezildi. Fuqarolar xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Afg'onistonda sodir bo'lgan zilzila kuchi O'zbekistonning 10 ta hududida sezildi. Afg'onistondagi zilzila O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchlari va viloyatlari: Surxondaryo viloyatida 4 ball 206 km, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlarida 3 ball 423 km, Jizzax, Sirdaryo, Farg'ona, Navoiy, Toshkent, Namangan, Andijon viloyatlarida 2-3 ball 564 km da sezilgan. Zilzila epitsentri Toshkentdan 551 km janubiy sharqda. Zilzila yuz bergan soat 10:39 da. Magnitudasi 6 ball, chuqurligi esa 105 km. Zilzila epitsentri Tahron, Afg'onistonda yuz bergan, deyiladi xabarda.